farosatsiz kelinlar shodamsizlar? Ha, noto'g'ri eshitmadinglar. Sizlar ham uyinglardagi eng farosatsiz inson hisoblanasizlarmi? Ertalab uyg'onganidan kechgacha uxlamasdan doim qimirlab nimadir laqilib yurib ulgurishga harakat qilib, ish, o'qish, bola orasida sarson bo'lib charchab, shuncha harakat qilsanglar ham nimadirga ulgurmasdan qilmay qo'ysanglar, yo nimadir xato qilib qo'ysanglar, darrov san farosatsizsan deyishga chiqishadi. Agar uyingizda siz bo'lmasdan 1-2 kun siz bo'lmasangiz, biror narsani u yoqdan bu yoqqa olib qo'yishga erinishadi-da. Lekin eng farosatsiz inson siz bo'lib chiqasiz. Kamiga bu uyga siz kelishingizdan oldin hech qanaqa yomon narsa bo'lmagan. Hamma narsa silliq bo'lgan. Produktlar ayniqsa ko'p vaqt ketgan. Siz kelganingizdan keyin esa bir oyga yetadigan produktni bir haftada tugab qoladigan bo'lib qolganda. Sizlar o'sha produktda, ya'ni ro'zg'orlikdagi narsalarni berkitib, yashirib, pismiqlab uyingizga tashlayotgan bo'lasizlar yoki berkitib o'zingizga yeb qo'yayotgan bo'lasizlar.